hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgündü Hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Xitoyga ziyoratga borgan bo'lib, 12 yanvar kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan elib borgan suhbatida kun tartibiga qo'yilgan Türkiye'nin Sharq Turkistondagi Uyg'urlar haqidagi andishalarini, Uyg'ur turklarining ahvoliga qarata ko'z qarashlarini, umidini, ba'zi inchki masalalarni o'tirg'a qo'ydi. Bu masala Türkiye uchun nozik bir masala, chunki Türkiye Uyg'urlar bilan o'rtaq etnik, til va diniy e'tiqodga ega bo'lib, bu Türkiye'dagi Türk millatchilari va muhofizkor qism ichidagi yerlik siyosiy masala. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabati sababidan uzun vaqt sukut qilganlik uchun ayblangan. Erdoğan efendi 2021 yil iyulda Xi Jinping bilan bo'lgan telefon suhbatida Uyg'urlarning xotirjam yashashi, Xitoy fuqarosi bilan barobar muomala qilinishi kerakligini, Xitoyning zamin butunligiga hurmat qilganligini aytgan. Sharq Turkiston Xitoy tarafidan 1949 yili qonunsiz besib olingan davlat. Bu Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishining tub sababi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondan chiqib ketmeyce Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar tinch, xotirjam yashash sharoitiga erisha olmaydi. Dunyodagi davlatlar Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan besib olinganligidek bu haqiqatni qabul qilishi, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishiga yordam qilishi, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun Xitoy tajovuzchilari ustidan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan arzini qo'llashi kerak. Quvliqda haddi hisobi yo'q Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligi, chekidan oshgan zulmini yoshirib, dunyoni qaymoqtirib, qarshilikning oldini olish maqsadida Guantanamo turmasini insoniyat tarixidagi qora bir sahifa degan. Xitoy Diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 11 sentabr voqeasidan keyin Amerika terrorlik gumondorlarini so'roq qilish uchun Kubaga yaqin Guantanamo qo'ltiqida solgan turmadagi qiynash va sotning sirtida tutib turish qilmishlarining dunyo insoniyat tarixidagi qora sahifa ekanligini bayon qildi. Qora yuz bayonotchi Wang Wenbin Xitoyning talabi bilan bu turmada begunoh Uyg'urlarning tutib turilganligini qilchimi diqqatga olmay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi tomonidan tayinlangan mutaxassislar guruhining bayonotiga baho berib, turmaning ochilganligining 20 yillik munosabati bilan Guantanamodagi qiyin qistoq, nachar muomala va xohlagancha qo'lga ilishni ayblab, agar musulmonlar qamalgan tutib turish lageri bo'lsa, uning Guantanamo turmasi ekanligini va uning dunyo kishilik huquq tarixidagi qora sahifa ekanligini, Amerikaning dunyoning har qaysi joylarida nurg'ulg'an maxfiy turmalarni qurganligini, Guantanamoning faqat muzdag'ning uchi ekanligini, Afg'onistonga tajovuz qilgandan keyin bu davlatda nurg'ulg'an maxfiy turmalarni qurganligini, Iroqqa tajovuz qilgandan keyin Abu Ghraib turmasidagi mahbuslarni xo'rlaganligini aytib, ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblashning va tegishli jazoga uchirishining oldini olishga uringan. Ikki partiyalik Amerika millat vakillaridan tarkib topgan bir guruhga Xalqaro Olimpik komitetidan Olimpik tantarbiya musobaqasida ishlatiladigan kiyim-kechaklarning Sharq Turkistondagi paxtani xom ashyo qilish orqali ishlab chiqarilgan yoki ishlab chiqarilmaganligi haqida so'ralgan savoliga javob berishni talab qildi. Qurultay ijroiya kengashi Xalqaro Olimpik komitetining raisi Tomas Baxga xat avatib, Sharq Turkistondan paxta oldiganligini oshkora bayon qilgan Anta tantarbiyasi va Xingyuanshan guruhidan iborat bir jup ishlab chiqaruvchi bilan tuzgan to'xtamni oydinlashtirishni talab qildi. Shuning bilan birga xatda Sharq Turkistonda paxta ishlab chiqarishning majburiy emgak va sistemlik bostirish bilan o'xshash ma'nodagi Xalqaro Olimpik komiteti xizmatchilari yoki 2022 yillik Olimpik tantarbiya musobaqasida qatnashadigan mahirlarning majburiy emgak bilan bulg'angan kiyimlarni kiyishining kishini andishiga solganligini, kishilik huquqni qo'g'dash va hurmat qilish va'dasini amalga oshirishning boshlanish nuqtasi bo'lish bilan Olimpik nizomnomasida belgilangan insoniy qadr-qimmatni qo'g'dash prinsipiga asosan Xalqaro Olimpik komitetining cho'qim forma kiyganlarning kishilik huquqini qo'g'dashi va hurmat qilishi kerakligi yozildi. Mazkur maktub komission raisi Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, Teori, muavin rais Rab James, B. McGowan, Dimas tarafidan yo'llandi. Rab Kirsiyopersimiz maktubga imzo qo'ydi. Naqadar shonli buyuk erlar yetishtirgan vatan.
Erler içre türlü cevherler yetiştirgen vatan. Şanlı şevket ehli gevherler yetiştirgen vatan. Dahi ve danayı rehberler yetiştirgen vatan. Arslan ve kahraman oğlanıdın ayrılmasın. Vahbe mutlak bolmasın eğer için ali vatan. Şum ayaklar astıda desselmisin gali vatan. Müstakil muhtar ötsün her zaman hali vatan. Milletimge has miras bolsun ikbali vatan. Erkin azat baxtiyar turganıdın ayrılmasın. Milletim başını aylandırgısı ağyarılar. Kan sürtmek, birle yutmek bulgusu mekkarılar. Şunun için türlü tuzak, dam kurgusu heyyarılar. Bedniyet şum fikride kullanğıcı her çareler. Milletim bayqap kadem basqanıdın ayrılmasın. Esleter cennetni daim vatanim gülzarları. Höre qılmanlarni eslet keyçimen dildarları. Bağı bostan gül gülistanlar ara gülnarları. Peyzi rahmet nazu nimet kenizidur esrarları. Cennetul Firdevs meydanıdın ayrılmasın. Vatanim tarihi üstün kadirlik on solları. Arslanlar izleri birle çiniqqan yolları. Kahramanlar ustixanidin kurulgan hulları. Kimki hain bu vatanga kurusun put kolları. Erkin azat gülleniş ceryanıdın ayrılmasın. Əsrlər qəflət cəhalətlərdə qalğan bolsumu. Göz açalmay cahili nadanlıqda yatqan bolsumu. Dəvirlərdin xaruzarlıqlarga patqan bolsumu. Köp zamanlar zulmu külbətlərini tartqan bolsumu. Hem de parlaq bəxtlik devranıdın ayrılmasın. Қолға келмәс әртмішктек тәлміріп тұрған білән. Қайтырып бәрмәс бұлаңчы ялвырып сорған білән. Бәхт ізләп келмегей хаң вақты олтырған білән. Алдынып қалмаслық керек алдап умындырған білән. Haqni öz küçü bilen kolga algandın ayrılmasın. Vatan ve milletini söymek ehli İslam şanıdır. Bu hakikat, bu adalet Tanrı'nın fermanıdır. Bu iniq sır şübhisiz hakkaniyet mizanıdır. Esli nesli pak vicdan ehlinin cananıdır. Candan ayrılsın lekin cananıdın ayrılmasın. Merhum şehitimiz Abdülaziz Mahsum'nun Ayrılmasın namlıq şiirinden elindi. Hörmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögünün için köp rahmet. Kiler qıtımqı programımız görüşkice Allah'a emanet bolğaysızlar.